Oma qo'zilarim, men bugun sizlarga ahmoqni terimisimi unar degan cho'chakni so'zlab beray. Obdan quloq silib anglanglar. Va, muma, bek yaxshi bo'ldi. Tezroq aytib bering, ha? Ma'qul. Amsi quloq silinglar, ha? Ahmoqni terimisimi unar? Burun bir dehqon ishki eshakka o'tin otib shaharga mengibdi. Shaharga yaqin borganda o'stan bo'yidagi soyda o'ltagan 3 odamni ko'rib qopdi. Dehqon ularga salom qilishni loyiq ko'rib, ularning o'tiliga kelganda salom deb beshini egib o'tib ketibdi. Lekin hilqi obdobdan qochib soyga kirib olgan bu 3 o'rin dehqonning ko'ziga ilmay o'tkazib o'tibdi. Dehqon bularning qeshidan uzab shaharga kiray deganda bu 3 o'rin qiziq talash tortishga tushib ketibdi. O dehqon salomni menga berdi. Debdi birinchi o'rin o'z-o'zini dalillab. Yo'q, o dehqon salomni menga qarab berdi. Debdi ikkinchi o'rin. O salom berganda menga egilib turib berdi. Bu salom sizlarning haqqinglar yo'q. Debdi üçüncü o'rin. O'rinlar rasa talishibdi. Oxir pichoq ko'tarishibdi. Ularning orasida biri aqlliroq ekan. U kimga salom berganligini dehqonning o'zini so'rab boqayli, debdi. Bu gapga qolganlarmi qo'shilibdi. Ular tushib qolgan kashlarga qaramay dehqonning keynidan yuguribdi. Dehqon o'rinlarning vaqirishdan andish qilib, bularga zot nima bo'lgandi? Mendan biri xatolik o'tganmidi ya, deb turib qopdi. Hasrab hömidab kelgan o'rinlar dehqondan. "Hoy aka, hoy, boyqi salomni zodi kimga berding?" deb so'rabdi. "Uchunlarga berdim", deb javob beribdi dehqon. "Uchimizdan qaysimizga salom berganligingni aytib bermisang?" debdi o'rinlar. "Biz qonga bo'ylimiz." Vaqaning tegitekni pamlagan dehqon. "Qaysinglar ahmoq bo'lsanglar, shuningga berdim", deb javob beribdi. Dehqonning javobini anglagan o'rinlardan hilqi aqlliroqi. "Biz terimizmi unadigan ahmoqlardan ekanmiz", debdi. Dehqon ularga qarab. "Rost aytdinglar, sizlar terimizmi unadigan ahmoqlardan ekansizlar", deb shaharga kirib ketibdi. Hamda o'rinlarning hikoyasini shaharga kirib so'zlab beribdi. Shundan keyin dehqon bilan o'rinlarning kashmishidan qolgan ahmoqni terimizmi unar degan maqol bizga yetib kelgan ekan. Qanday qiziqmikan? Bugun mishakcha aytib beray, ha? Atyan davomliq aytib beraman. Ma'qul amsa. Yaxshi tush ko'ringlar qo'zlarim. Sizmi muma, sizmi yaxshi tush ko'ring?